Assalomu alaykum. Demak, introduction C ga yetib keldik. Speaking again. Talking about ability and asking for permission. I can talk about ability and ask for permission. Nima degan ekan endi? Talking about ability and asking for permission. Qobiliyat haqida gapirish va ruxsat so'rash ekan. Demak, permission. Talking about ability and asking for permission. Qobiliyat haqida gapirish va ruxsat so'rash. Ability demak qobiliyat ekan. Permission ruxsat so'rash. Permission. Talking about ability and asking for permission. Qobiliyat haqida gapirish va ruxsat so'rash. Xo'p, demak, mana bu qizmi endi opami gitara chalyapti. Hop, 108. Read and listen to the dialogue. Demak, dialogni o'qing va tinglang deyapti. That is Alfie's opinion of the girl in the photo. What is Rose's opinion? Demak, opinion degani fikr. Opinion fikr. Demak, what is Alfia's opinion of the girl in the photo? Demak, Alfiyaning qiz haqidagi fikri. Rasmdagi qiz. What is Rose's opinion? Demak, Rose'ning fikri qanaqa? Demak, Alfiya bilan Rose'ni o'qib, keyin eshitamiz ekan. Demak, let's stop and listen. Keling, to'xtaymiz va eshitamiz deyapti. This is a great song. Bu ajoyib musiqa. She isn't very good. She can't sing. Bu yaxshi emas, men eshita olmayapman deyapti. She can play the guitar really well. Demak, u musiqa juda ham yaxshi chalyapti deyapti. And her voice isn't bad. Va uning ovozi yomon emas deyapti. I can't hear the words. Men uni gaplarini I can't hear the words. Men so'zlarni eshita olmayapman deyapti. But she's really young. Lekin u juda yosh. She's only 14 or 15. U 14 yoki 15da. Can you play the guitar like that? Demak, shunaqa chala olasizmi deyapti. Siz gitarani. No, I can't. Yo'q, chala olaman. But I can play the piano. Lekin men pianino chala olaman. Come on, let's go. Ketdik. Keling, ketdik deyapti. No, wait. No, yo'q. Wait, to'xtang. What's the problem? Nima muammo? I can't find my money. Men pulim topolmayapman deyapti. Can I borrow £1, please? Menga £1 berib tura olasizmi deyapti. Qaytarib berish uchun borrow degani shuni qayda adashmasam borrow degani qarz olish. Borrow. Demak, bir
tiklangan. Demak, nima degani? 1 pound. 1 pound. 1 pound. Demak, pound deb o'qilar ekan bu. Pound. Pound. Hop. For her. U uchunmi deya? U uchunmi deya? Really? Oh, okay. Really? Oh, okay. Bo'ldi, berib turaman deyapti. Hop, endi eshitib ko'ramiz. Demak, rasmda mana gitaradami? Gitarada qo'shiq aytib o'tiribdi, taqis. Hop, endi eshitamiz. Demak, 1:08 da eshitishimiz kerak ekan. Introduction Unit. Lesson C. Exercise 1. Let's stop and listen. This is a great song. She isn't very good. She can't sing. She can play the guitar really well, and her voice isn't bad, I can't hear the words. but she's really young. She's only 14 or 15. Can you play the guitar like that? No, I can't. But I can play the piano. Come on, let's go. No, wait. What's the problem? I can't find my money. Can I borrow 1 pound, please? For her? Really? Oh, okay. Hop, mana eshitib chiqdik. Endi read and listen to the dialogue. What is Alfie's opinion of the girl in the photo? Rasmdagi qiz haqida Alfiyesda fikri qanaqa edi deyapti. Demak, bu qizni juda maqtadi, gitara chalishi yoqdi unga. Demak, endi Rozi esa Roziga yoqmadi, u eshita olmadi yaxshi. Chunki u nimani yaxshi ko'rar ekan? Pianino chalishni bilar ekan. Mana I can play piano deyapti Roz. Demak, eshitdik. Hop, ikkida read the learn this box. Find an affirmative, negative, and interrogative form of can in the dialogue in exercise 1. Demak, canlar haqida gap bo'ladi shekilli. Learn this can. A. We use can to talk about ability. Demak, ability nima edi? Qobiliyat. Demak, biz foydalanishimiz mumkin nima haqida? Gapirganimizda, qobiliyatimiz haqida gapirganda foydalanishimiz mumkin. B. The form of can is the same for all persons. I, you, he, she, we, etc. Hammasiga can ketaveradi deyapti zo'r tarafi. Affirmative. I can play football. Negative. They can't hear you. Interrogative. Can you dance? Yes, I can. No, I can. Demak, bo'lishli shaklida I can bo'ldi. Negativeda they can't. Interrogativeda can oldinga chiqdi. Can you dance? C ga we also use can to ask for permission. Permission nima edi? Ruxsat so'rash. We also use can to ask for permission. Can I use your phone? Can I use your phone? Telefoningizdan foydalansam bo'ladimi? Foydalana olamanmi deyapti. Berib turing deyapti. Yes, you can, mayli. No, you can't. You can't. Hop, demak, ABC birinchisi demak, qobiliyatlarimiz haqida gapirganda we use can to talk about ability. Ikkinchisi, the form of can is the same for all persons. Hammasiga can ishlatsak bo'laverar ekan. Eshitdim, s qo'shilmaydi ekan. Hop, mana affirmativni ham ko'rdik, negative, interrogative va C da demak qobiliyatlarda ham ishlata olamiz ekan canni. Can I use your phone? Yes, you can. No, you can't. Hop, 3da complete the sentence about the dialogue in exercise 1. Use the affirmative or negative form of can. Demak, tepadagi rasm bo'yicha mana shular bajarish, to'ldirishimiz kerak ekan.
Hop, complete sentence about the dialogue in exercise 1. Hop, the girl plays guitar well. Qiz yaxshi chala oldimi? Albatta, demak bizga bunga nima qilamiz? Can. The girl can the guitar well. Rose hears the words of song. Yo, eshitolmadi u bechara. Can't bo'ladi. Rose can't hear the words of song. Qo'shiq so'zlarni eshitolmadi, to'g'ri. Rose plays guitar. Rose chala oladimi? Pianino chala olaman dedi-yu. Can't bo'ladi bunga. Rose can play the guitar. Endi Rose plays the piano. U endi chala oladi. Can. Rose can play the piano. Alfie find his money. Demak, find topmoq. Topa oldimi? Yo'q, topa olmadi. O'shaning uchun can't. Alfie can't find his money. Demak, pulini topa olmadi. Xo'p, demak 3 ta bo'ldik. Endi 4 ga o'tamiz. Speaking, work in pairs. Pairs nima edi? Juftlikda ishlash. Xo'p, work in pairs. Ask permission. Permission nima edi? Xo'p, ruxsat so'rash. Ask permission to do the things narsalarga o'xshab below, pastda. Use can I. Demak, can I dan foydalaning deyapti. Can I borrow your pencil? Qalamingizni qarzga berib tura olasizmi? Can I use your dictionary? Lug'atingizdan foydalanib tursam maylimi? Can I ask a question? Savol bersam maylimi? Can I share your book? Kitobingizdan foydalansak maylimi? Can I copy your answer? Javobingizni ko'chirib olsam maylimi? Can I borrow? Can I borrow degani qarzga berib turing deyapti. Yes, you can. Javob demak yes you can yoki no you can't. Demak, unga nisbatan aytilganligi uchun ha, yes you can. Ha, siz qila olasiz deyapti. Yo'q, siz qila olmaysiz deyapti. Demak, can I borrow berib Yes you can, no you can't. Shunda bermayman bo'lmaydimi? Yo'q, you can. Can I deganda I bilan savol bersa, you bilan. Grammar builder. Shu qanaqa o'qilar ekan? Xato o'qimayapmanmi? Grammar builder. The grammar builder. Grammar builder. Builder. Grammar builder. Grammar builder. Grammar builder. Grammar builder. Demak, grammatika. 122-bet, demak 123 yozaman. Hop. Biz 1B ni tugatganmiz. Keyin 1C ga o'tdik, demak can haqida gaplashishimiz kerak ekan. Hop, write sentence with can or can. Demak, write sentence gaplar yozing deyapti. Can yoki can't bilan deyapti. 1-5-1-6. Jack ride a bike. X qo'yib qo'yibdi. Demak, bu mina olmaydi ekan. Jack can't ride a bike. Demak, velik minish ham qobiliyatga kiradi. O'shaning uchun can bilan beryapmiz. Qila olmagani uchun can't. They can speak French. Demak, ular gaplasha olmaydi ekan. They can't speak French. Katta harf bilan. Hop, we swim deyapti. Demak, we can swim. We can swim. Biz suza olamiz. Hop, keyingisi Ben and Sam can zo'raganda keyin hammasiga theyga ham can, hega ham can, I'ga ham can. Can sky. Demak, Ben va Sam sky degani uchmog'i, kankida uchmog'imida sky.
chang'i. Chang'i. Ski. 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 Chang'i. Fe'l holati chang'ida uchmoq ekanni. Hop. You and you can't play the piano. The piano. Musiqa instrumentlari oldidan z kelardi. My friend can play table tennis. Hop. Demak, 8ga o'tdik. In pairs, ask and answer questions about the activities in exercise 6. Can you ride a bike? Yes, I can. No, I can't. Demak, endi can haqida ChatGPT'miz nima deydi? Buni ham bir eshitib ko'rikchi. ChatGPT'ga kirsak ham can ishlatilyapti, qani mana. What can I help with? What can I help with? Sizga qanday yordam bera olaman, deyapti. Demak, xo'p. Can haqida batafsil. Can modal fe'li haqida batafsil tushuncha keltiraman deyapti. Can fe'lining qo'llanilishi. Hop. Can ingliz tilidagi eng ko'p ishlatiladigan modal fe'llardan biri bo'lib, u quyidagi ma'nolarda qo'llaniladi. Birinchisi qobiliyatni ifodalash, ability. Hop. Can nimadir qila olish qobiliyatini bildirish uchun ishlatiladi. Birinchisi I can swim. Men suzishni bilaman, suza olaman, suzishni bilaman. She can speak 3 languages. U 3 tilda gapira oladi bo'lyapti. Ikkinchisi ruxsat so'rash va berish. Permission. Ruxsat so'rash va berish. Can ruxsat so'rash yoki berish uchun ishlatiladi. Bu rasmiy bo'lmagan uslubda qo'llaniladi, deyapti. Rasmiy bo'lmagan uslubda. Can I go to the restroom? Hojatxonaga bora olamanmi? Restroom. Hojatxona ekan demak. Dam olish restda hojat. O'shandan kelib chiqyaptimi? Can I go to the restroom? Hojatxonaga bora olamanmi? You can leave now. Siz hozir ketishingiz mumkin. You can leave now. Uchinchisi imkoniyat ekan. Possibility. Imkoniyat. Ba'zan can nimadir mumkinligini ifodalash uchun ishlatiladi. It can get very hot in summer. Yozda juda issiq bo'lishi mumkin. It can get very hot in summer. Yozda juda issiq bo'lishi mumkin. This road can be dangerous at night. Bu yo'l kechasi xavfli bo'lishi mumkin. Taklif yoki iltimos bildirish. Making offers, requests. Can yordamida taklif yoki iltimos qilish mumkin. Can I help you? Sizga yordam bera olamanmi? O'zim savoli ChatGPT. Can you lend me your book? Menga kitobingni bera olasanmi? Taqiqlash, negation. Cannot nimadir qila olmaslik yoki ruxsat yo'qligini bildiradi. I can't drive. Men mashina hayday olmayman. You can't park here. Bu yerda mashina qo'yib bo'lmaydi. Can fe'lining grammatik xususiyatlari. Can hech qachon to bilan ishlatilmaydi. Masalan, I can to swim noto'g'ri, I can swim to'g'ri. Can bilan har doim fe'lning asosiy shakli ishlatiladi. Masalan, I can to play the piano noto'g'ri, I can play the piano to'g'ri. O'tgan zamonda could shakli ishlatiladi. Demak, can o'tgan zamonda could ishlatadi. When I was a child, I could run fast. Bolaligimda tez yugura olardim. Demak, can va couldni farqlari deyapti. Can hozirgi yoki kelajak zamon uchun can ishlatiladi. Could o'tgan zamon yoki odobli so'rovlar uchun odobli demak.
o'ta hurmat qilmoqchi bo'lsak could bilan beraman. I can swim, men suzishni bilaman. I could swim when I was 5. Men 5 yoshligimda suzishni bilardim. I could swim when I was 5. Can you help me? Menga yordam bera olasanmi? Could you help me? Menga yordam bera olarmidingiz, deyapti. Bu tushuntirishlar sizga can modal fe'lining qo'llanish haqida to'liq tasavvur beradi. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Demak, can haqida gaplashib oldik. Xo'p, juda yaxshi. Endi o'sha 7-betimizga qaytamiz. Xo'p, borib keldik. Mana grammar builderni qurib keldik. Vocabulary. Complete the list of musical instruments. Complete the list of musical instruments. The missing words are in the dialogue in exercise 1. Then check the meaning of all the words. Instruments: clarinet, drums, flute, G, keyboard, P, saxophone, trumpet, violin. Complete the list of musical instruments. The missing words are in the dialogue in exercise 1. Exercise 1dagilar bilan to'ldiring deyapti ekan, o'tkazib qoldirib tashlab ketilgan so'zlar. Bu yerda guitar berilgan edi. Guitar bilan piano berilgan edi. Piano. Hop, demak clarinet nima? Clarinet. Clarinet meaning. Kartinkaga o'tsak, demak, ana shu ekan clarinet degani. Hop, keyingisi drums. Demak, do'mbira ekanda, drums. Keyin flute. Demak, bu flute ekan. Nayga o'xshagan ekanda, bizda nayga o'xshagan. Hop, gitar bilamiz. Keyboard. Tu klaviatura. Keyboard. Bu kompyuterdagi music deylik. Demak, piano. Keyboard. Demak, gitar, keyboard, piano. Pianinoni bilamiz endi. Saxophone. Saxophone. Ana, saxophone ekan. Hop. Keyin trumpet. Trumpet ham o'xshash ekan-da. Keyin violin. Demak, nima bu? Skripkami endi violin? Hop, bilib oldik. Endi listen and identify the instruments. Identify nima degani? Identify. Aniqlash ekan. Identify. Aniqlash. Demak, listen and tinglang va identify the instrument. Instrumentlar aniqlang. 109 ga ketdik. Introduction unit. Lesson C. Exercise 6. 1. Biz
bilmaykan musiqa kuylar. G'alati. Hop, davom etamiz. 2. Menimcha saksofon demayla mendan nima ketdi? Taxmin qilib ko'ramiz, keyin tekshirib ko'ramiz. Sahobxon, saksofon. Hop. Hop, buni men klarnet olgim kelib qoldi. Klarinet. O birinchisi klarnet ekan. Bu shu mudhish xato qilyapman. 1, 2 ni o'qibdi, endi 3 ga ketdi. Uchta endi nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Bu hop flute deylik. Flute. 4. Bu trumpet olgim kelib qoldi. Trumpet. 5. Buni nima olamiz endi? Hop, klarnet ketdi, saksofon ketdi, bularni demak, bu violin 3 ta qolyapti. Drums. Mas. Gitar. 6. Shuni topdim ishkala. 7. Pianino chiqmadi-yu. Pianino. Yo'q, qachon chiqmas pianino nomida? Piano. Hop, endi javoblarni tekshirib ko'ramiz endi. Demak, 6-mashq. Birinchisi o'zi klarnet berilgan, ikkinchisi keyboard ekan. Ikkinchisi demak keyboard. Keyboard. Uchinchisi gitar ekan. Qo'yishchi. Introduction Unit. Lesson C. Exercise 6. 1. Three. 4. 5.
6. Seven. Hop. Mana bajarib oldik. Endi 117-betdagi vocabulary builder musical instruments. Page 117 ga o'tamiz ekan. 117. Bo'lsa 118 yozishim kerak edi. Hop, vocabulary builder mana biz bular o'rgangan. Musical instruments deyapti. 1C introduction C degan. Hop, match the pictures with 8 of the words below. Demak, match degani bir toping deyapti, birlashtiring deyapti, bog'lang deyapti. Bass guitar, cello, clarinet, drums, flute, guitar, electric guitar, keyboard, oboe, organ, piano, saxophone, trombone, trumpet, violin. Demak, top chiqishimiz kerak ekan. Hop, biz aniq biladiganimiz mana bu violinligini bilan violin. Hop, keyin yana nimani bilamiz? Hop, cello'si nima ekan? Cello'mi? Ne, mana cello deyapti. Bu violin deb adashdim. Ne, bu yerda 8 ta berilgan, ha? Bittachi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ko'p ekan bu yerda. Demak, bular bilmadi. Tinchgina javoblarni topib qo'ya olamiz endi. Javoblarni ko'rib qo'ya olamiz tinchgina. Demak, saksofon ekan. Saksofon. Trombone ekan bu. Trombone. Trombone. Bu saksofon. C. Drums. Drums. Demek D bizde keyboard ekan. Keyboard. E. Violin, to'g'ri topdim. F. Trumpet ekan. Trumpet. G. Bu demek flute ekan. Flute. Demek oxirgisi piano ekan. Piano. Oh, beshta, which instruments from exercise 4 do you usually find in a pop or rock group in an orchestra deyapti. Demak, qaysi instrumentlarni 4-mashqdagi qaysi elementlardan deyapti. Odatda foydalanishadi pop yoki rock guruhlari yoki orkestrda deyapti. Demak, birga yozib chiqishimiz kerak ekan. Bass guitar, drums, guitar, electric guitar bular mana shu pop yoki rockniki. Endi orkestraga cello, clarinet, drums, flute, oboe, piano, trumpet, trombone, violin mana shular demak orkestraga kerak bo'lar ekan. Hop, 7-betga qaytamiz yana.
Hop, vocabulary, check the meaning of the verbs below. Pastdagilarni nima deyotganini tekshiringlar. Much, 4 of them with picture, 1 for. Action verbs, dance, play basketball, football, tennis, play the drums, clarinet, ride a bike, a horse, skateboard, sing, ski, speak Chinese, French, Spanish, swim. Demak, nima qilishimiz kerak ekan? Action verbs. Action degani nima degani? Action degani action. Action harakat ekan. Action. Action harakat. Faoliyat, ishdan chiqar. Action faoliyat. Action verbs demak ish harakat fe'llari ekanda. Dance, hop, demak endi check the meaning of the verbs below. Pastdagi fe'llar nimani anglatishini tekshiring deyapti. Match demak birlashtirib chiqishimiz kerak ekan. Match degani nima degani o'zi? Match. Moslang degani ekan. Mos. Match degani mos. Two of them if picture bir to'rt demak. Birinchisi nima bo'lyapti? Swim bo'lyapti. Ikkida horse, ride a horse. 3 demak. Bu dance, to'rda play basketball bo'lyapti ekan. Play basketball. Hop, 8 write a questionnaire about ability for your partner. Write 6 questions which can choose verbs from exercise 7 and include one musical instrument from exercise 5. Can you play the violin? Deb davom etishimiz kerak ekan. Hop, speaking. Work in pairs. Do questionnaires. Make a note of your partner's answers. Can you play the violin? Violin. Shunaqa qanaqa o'qiladi o'zi? Violin. Skripka. Violin. Can you play the violin? Work in pairs. Do questionnaire. Make a note of your partner's answers. Can you play the violin? Onda tell the class about your partner. Mina can't play the violin. She can. Hop, shunda biz introduction C, ya'ni speaking, talking about ability and asking for permission tugatdik.